Ozish uchun hamma tovuq go'shti yeydi-yu, lekin bu ozdirmasligidan hech kimning xabari yo'q. Masalan, tovuq go'shtini qanoti, bo'yni, panjalari bu juda ham xolesteringa boy bo'lganligi uchun kaloriyasi o'ta yuqori hisoblanadi va uni qancha yesanglar ham sizlar umuman ozmaysizlar, qaytangiz semirasizlar. Xo'sh, bunaqa holatda tovuqni qaysi qismini tavsiya qilasiz deydiganlar uchun albatta men birinchi o'rinda uni filesini va son qismini tavsiya qilaman. Sonini ham iste'mol qilayotganinglarda, lekin ustidagi postini olib tashlagan holatda iste'mol qilinglar, chunki aynan mana shu postida har xil antibiotiklari, dorilari saqlanib qoladi. Men diyetolog sifatida nima uchun soni va filesini ko'proq tavsiya qilaman? Sababi aynan mana shu zonalarida oqsil foizi yuqori bo'ladi va sizlar buni iste'mol qilganinglarda sizlarni uzoq muddat to'q saqlashda ham yordam beradi. Har bir savolingizga to'g'ridan-to'g'ri mendan javob olishni xohlasanglar, men har juma kuni Telegram yopiq kanalimda jonli efir tashkil qilganman. U jonli efirda biz hamma mavzular haqida gaplashamiz. Bizani ozdiruvchi odatlar, semirtiruvchi odatlar, ozdiruvchi, semirtiruvchi mahsulotlar, hamma sir asrorlarni men sizlarga jonli efirda o'rgatib boraman. Bu jonli efir o'tkazib bormaslik uchun kommentariyada plyus belgisini qoldirsanglar, men sizlarga Telegram yopiq kanalim linkini direkt orqali yuboraman.